Ot yili. O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayev. Chunki u bo'ri qora o'ta rost gapirdi. Kelinglar, yoshlikni eslaylik, deb boshladi u favqulodda hushyor tortib. Ha, kayfi tarqab ketgan edi. Shu yerlarga kelib man ham tug'ilgan, yashagan joylarimizning xayoli. Akmaljon mendan ajralgan emas. Ha, mudom esimga tushib turibdi. Mana shu sho'rvalaring ham eslatdi bitta sho'rvamizni. Akmal, esla. Akmal eslolmadi. Ular mingta sho'rva qaynatib ichishgan. Illo hamisha bo'rivoy ko'tarib yuradigan kichkina sanoshdek xaltada mushtakkina kurushkaday kaslyukalari bilan tuz, qalampir va bir juft cho'p qoshiq ham bo'lardi. Ov baroridan kelib, agar quyon otilsa, sonlari kabob qilinardi. O'sha kuni ov baror olmadi. Dastlab Bobotog'ning Boburgan degan o'ngiriga o'tishlari hamon keng bedapoyada o'tlab yurgan ekan, bir sela kaklik gur etib ko'tarildi. Darvoqe, hali kuz tushib ulgurmagan edi. Galadagi kakliklarning aksari jo'jalar edi. Akmal baribir sochma o'qni qo'yib yubordi. Bitta childan sal kattaroq, semiz musichadek keladigan kaklikcha parvozdagi safdoshlardan ajralib yerga quladi. Bunday vaqtda man degan og'ir karvon ovchi ham sekin yurmaydi. Illo Akmal ham yaqinda jigar kasalidan tuzalib turgani, og'ir ish qilmasligi tayinlangan esa-da, chopib ketishda borib o'ljani oldi. Shu bilan kech peshingacha tillari osilib, tizmadan tizmaga oshib, archazorlar orlab yurishdi. Kaklik uchramadi. Endi uchramasligi ham ayon bo'lib qolgan edi. Axir issiqdan soyalab yotishadi-da. Shuning uchun asli ov tong mahali va shom arafasida bo'ladi. Do'stlar bir quruq soylikka tushib, buloq topishdi. Shu yerga qo'sh tashlab, kunni kech qilishga kelishdilar. Demak, endi nima qilmoq kerak? Yemak, issiq, ovqat. To'rvada piyoz bilan sholg'om ham bor ekan. Bo'rivoy yengini shimarib, "Bo'ldi, men boshladim. Sen kasaldan turganman deb cho'zilib yotma. Sekin-sekin aylansang, foyda bo'ladi. O, archazorga kir, changalzorga orila. Pana salqin joyni topib kut. Damini chiqarmasang, kaklik bilan quyonning o'zi chiqib keladi oldinga. Axir buni men o'zim 1000 marta ko'rganman. Attang, miltig'im bo'lmagan" deb do'stini jo'natib yubordi. Akmal qiyshayib, miltiqni beliga ko'ndalang qo'yib, cho'ponlar tayog'ini shunday qo'yib yurishadi. Archazorga orilib ketdi. Voqea davomini bo'ri qora shunday hikoya qildi. "Mallavoy aka, kuyovingiz bolalikda ham sodda edi. Ishonuvchan edi. Melisaning bolasi bo'lsa ham. Men pishiq puxta edim. Hozir ham shundayman deyarli. Kulinglar. Ochiq gaplarda bular, ha? Akmal bilan bizning oramizda sir yo'q yigitlar. Sizlar jo'ra bo'lsalaring, oranglarda sir bo'lmasin, xo'pmi? Xo'sh, Akmaljon, sen tiling bir qarich osilib qaytib kelganingda sho'rva tayyor bo'lganmidi? Ha?" O'sha voqea xotirani eslab, og'zining tanobi qochib ketgan Akmal, "Albatta" deb kuldi. "Lekin baribir nima demoqchisan? Kaklikning bitta oyog'ini yuvib yegan edim." Ana deb hovliqib ketdi bo'ri qora. "Gap shundaki, birodarlar, ovqatga qalampir ko'proq tushib ketgan edi. Shundaymi, Akmal?" "Ko'proq ham emas. Umuman ichib bo'lmaydigan darajada achchiq edi." "Sen o'shani qanday qilib ichding? Hayronman. Yuzing qizarmadi ham." "Tavba. Oshnajon", deb tirjaydi bo'ri qora. "Ovqatni achchiq qilib yeyishimni bilmaysanmi? Mana hozir ham shu kosadagi sho'rvani shu yerda birovlaring ham icholmaysizlar. Mana, tatib ko'ringlar." Mallavoy akaning peshonasi tirishib ketdi. "Buningiz aqcha bo'lib ketibdi-ku." "Biz bob bo'ldi-da", do'stiga tabassumla yorqin boqdi bo'rivoy.
Seni o'shanda deyarli och qolding-a, jo'ra. Albatta, dedi Akmal o'shandagi holatga tushgandek noxushroq tarzda. Ovga ketayotib ham tayinlagan edim senga. Achchiqdan kamroq solgin deb. U davra ahliga ko'z soldi. Jigar kasalidan turgan odamlar achchiq, yog'li, kuchli taomlarning yaqinidan o'tmasligi kerak. Ayniqsa achchiq taomning. Jigar hilvirab turgan bo'ladi. Bemalol oqib ketishi mumkin. Ittifoq Akmalga chin dildan achinib turgan bo'ri qora beixtiyor tez-tez bosh irg'adi-da, dam bo'ynini qashidi, dam taqasimon murtini siladi. Bu harakatlarda tabiiylik bor. Ayni chog'da avomni qiziqtiradigan nimarsa ham yo'q emas. Shu bilan birga o'zini o'ylayotgan bir kimsa kabi ko'rsatar edi. Bo'rivoyni diqqat ila kuzatib turgan Akmal tuyqusdan so'rab qoldi. Nima balo? O'shanda atay qilganmiding? Bo'ri qora go'yoki niyatiga yetgan edi. Jamoani bot qiziqtirish uchun yana bir maynavozlik qilgan bo'ldi. Bu yerda tuz tovuq ham bo'ladimi, o'rtoqlar? Tovuqqa o'xshab qaqolaydigan qush bor-ku. Bor, bir juft qolgan, dedi hovliqib Ikrom. Bu qumliklarda qattiq qish mahallarida kaklik ham uchrashi mumkin. Lekin quyon ko'p. Sen jim tur bolam, dedi Akmal. Xo'sh, Bo'rivoy, o'shanda ovqatni atay achchiq qilib edingmi, a? Savolni berib, o'shandagi holatga o'z girdobiga battar tortgani kabi bo'g'ilib izoh bera boshladi Mallavoyga. Men yomon ham och edim. Parhezda edim-da, lekin zerikkandim. 3 oy kasalxonada yotib. Shuning uchun velosipedni sudrab bularning uyiga borib edim. Keyin sudralishib toqqa chiqib ketdik. Cho'ntagimda 2 ta sabzi bor edi xolos. Bo'pti, ko'nglimni buzma, baqirib yubordi Bo'ri qora. Kim senga kasal bo'lsin debdi. Keyin chuqur xo'rsindi-da, Mallavoyga qarabroq tushuntira ketdi. Og'ajon, men bolalikdan o'lguday shum edim. O'z qornim, manfaatim uchun hech narsadan qaytmas edim. Mana Akmalning o'zi guvoh. Gapiraver, dedi Akmal. Kechagi gurunglarimiz ham yetadi menga. Ha, rost, deb tasdiqladi Bo'ri qora va tag'in chuqur nafas oldi. Xullas, Mallavoy aka, misol uchun paxta terimida ham tek o'tirmas edim. Bizni ham haydar edi-da terimga, Bobo tog'ning bu yonidagi Jindibuloq dalalariga. Qisqa qil, deb qo'ydi Akmal piyoladagi tab bostidan bir xo'plab. Qolganini o'zing ayt, deb qoldi Bo'rivoy do'stiga. Qornim chindan ochganda nima qilardim? Tushlik mahali. Makaron sho'rva suzilayotganda, buning urug'i qursin, deb g'inshidi Akmal. Ya'ni senday xudbinlar kamroq bo'lsin deyman-da. Gapni bo'lma, baribir kamaymaydi. Boshqasi chiqadi. Kim biladi, sen o'lganingdan keyin o'g'illaringdan birortasi o'rinbosar bo'lib chiqmaydi deb kim ayta oladi, ha? Gap shunday. Bu hol hoziroq sezila boshladi. Ha, hoziroq. Bo'ri qora tuyqus ovqatga egilib qolgan edi. Qo'llarini yonidan tepaga ko'tardi. Mana shu baliq sho'rva, u yoqda terimda, shiyponda makaron sho'rva. Ha, bizda miski kam bo'lardi. Tunuka kosa, kattasidan bo'lardi-da, ovqatni 3 ovora, 4 ovora qilib suzishardi. Keyin hujum. Men agar bo'riday ochiqqan bo'lsam, umuman o'rtoqlar, men ancha xo'ra, mechkay odamman. Organizm ham shuni talab etadi. Mana, xullas, sho'rvaga qarab turardim-da, nima qilardim Akmal? Aytolmayman. Til bormaydi, dedi Akmal. Ha, rost, deb tasdiqladi Bo'rivoy. So'ngra ortiga burilib, o't o'lan ustiga tupurdi. Keyin kafti bilan og'zini yaxshilab artib oldi-da, jamoaga qarab qandaydir yalpi nigohla iljaydi. Hozir nima qildim, ha? Hozir orqamga qarab. Ha, balla. Tupurdimmi? Ha. Shudaye, deb yubordi bu yoqdan Akmal. Tupurardi sho'rvaga. Shunday deb o'rnidan tez qo'zg'aldi.
Bolalar charchab, ochiqib kelgan yigitchalar yig'lagudek bo'lib qolishardi. Butun boshli bir tovoq ovqatni bu mechkay bir o'zi tushirardi. Iztirob chekmas edi ablah. So'k, dedi bo'ri qora. 50 yil burungi ish uchun. Ha, so'k. Ey, qo'ysangchi. O'zing boshlading-ku. Mallavoy aka, turing, aylanamiz. Men buning nima demoqchi ekanini tushundim, dedi Akmal. Atayin chimirilib, go'yoki nohaq jazoga giriftor qilinganidek, haq gapirgani uchun nohaq jazo olayotgandek bir qalbaki qiyofada do'stiga boqib turgan Bo'rivoy. Xo'sh, nima demoqchi ekanman, deb so'radi. Nima bo'lardi? Akmal engashib sigaret qutisini oldi. Tog'dagi kakli sho'rvaga qalambirni atayin ko'p solgansan. Ha, o'zing yeydigan normadan ham ko'proq solib yuborgansan. Jo'rtaga, faqat o'zim yeyin deb shunday qilgansan. Bu chog'da hamma bo'ri qoraga qarab turar, u esa atayin bir tirishuv ila klyonka dasturxonga tikilgan edi. Birdaniga boshini liqillatdi. Ha, shunday bo'lgan. Mayli, yuzimga tupur. Do'stiga pastdan boqdi-da, o'zi ham asta o'rnidan turdi. Tupur. Juda kulturnisan-da, Ikromjon. Otang uchun sen tupursang-chi. Xo'p, deyaver. Men chidayman. Ha, mening jonim qattiq. Birovlar orqamdan otib o'ldirmasa, o'lmayman. O'lmang, amaki, nimalar deyapsiz? deya Ikrom nari qochdi. Shunda Mallavoy polkovnikning tirsagidan oldi. Yavash, azizim. Bo'rivoy unga yalt etib qaradi. Bu nima deganingiz? O'zingizni bosing deyapman. Ha, bizning qishloqlarda molga aytadi yuvosh deb. Keyin Akmalga zo'm qildi. O'tgan ishga salovat de. Kekchi ekansan-ku sen ham. Men ahmoq bo'lib bor gapni aytsam, bu yuzini teskari o'giradi. Axir aytmasligim ham mumkin edi-ku. Tavba. Akmal mayuskina bosh irg'adi. Keyin xafa bo'lma, dedi. O'shanda yig'laganman-da, eng qiyin paytda. Men xastani qo'llab-quvvatlashing lozim bo'lgan paytda e'tiborsizlik qilding deb. Endi bilsam, bore. Bo'ri qora etagini qoqib to'shanchidan turdi. Tuflisini oyog'iga ildi. Keyin Mallavoy ila yigitlarning hurkak va hayajonli nazari ostida dasturxonga timirskilanib qarab, Akmalning qo'lidagi sigaret qutisini tortib olib, bitta chekishni labiga qistirdi-da, qolganini do'stining favqulodda ochiq qolgan kaftiga tap etkazib qo'yib chetlandi. Va boya biyasi bilan oltin rang toyni maqtab ketgan turkmanning izidan tushmoqchidek, o'sha tomonga bir necha qadam bosdi. To'polon, qaydasan? Hey, insoniy ojizliklar, aldamchi tuyg'ular, ojiz andishalar. Hey, insoniy soddalik, qanchalar go'zal hissan, fazilatsan u naqadar xarob u xor etishing mumkin eng komil insonlarni ham. Darvoqe, eng komillargina soddadil, ishonuvchan bo'larmish. Mana yorqin misoli shu Surxon sohilida sodir bo'lmoqda. Bir qitmir, xudbin va badbin kimsa ayni chog'da kimsaga aylanib turibdi Bo'ri qora. Shundoq yonidagi bir dilbar, bir sodda va ishonuvchan mazkur damda shu holat u qiyofada ular kishilarni barmog'i atrofida aylantirish arafasida aylantiryapti ham. Ana ulardan biri Akmal, ikkinchisi Mallavoy. Keyin o'g'lonlar shayton tomonga jilishdi. Kelib odam qiyofasidagi Bo'ri qoraning yengidan, bilagidan ushlashdi va unga uzrli, dahshat uzrli nigohlar ila boqishadi. U makkor maxluq esa bu orada qoyil qoling, ko'zini namlashga ulgurgan edi. Shu o'rinda bir o'rinli savol tug'ildi. Tupugila namladimi ko'zini? Hada, buni undan 1000% kutishga haqli edik. Biroq bu zotda odatiy hol yuz berib qoldi. Ya'ni
anchayin faqir fuqaroni ezib ezg'ilab tashlaganidan keyin beixtiyor uning ko'nglini ko'tarib qo'yish kabi istak ko'ngilda junbush qildiki, natijada anavi samimiy va sodda odamlarni shu qadar osonlik bilan laqillatayotgani o'ziga kor qilib ketdi. Ularga juda achinish barobarida o'zini shu qadar yomon ko'rdiki, yuragi siqilib ketdi. O'lik hayvon deb o'ylagan chog'ida ko'z kosasi yoshga to'ldi. Akmallar kelishib, ko'zlarini unga uzrlar ila tikishgan chog'da, nega bunday muncha pishiqman deb o'yladi-yu, ularga intilib har birini qanchalar ehtirosla quchoqlagan bo'lsa, ular ham bo'ri qora otli shaytonni shunchalar mehr ila quchib olishdi. Bu yog'ini izohsiz aytsak, shunday bo'ldi. Bo'ri qora hadimay bu jamoaning sultoni, eng halol va to'g'ri so'z qahramoniga aylanib qoldi. U haqdagi taassurot taxminan shunday edi. Bu odamni ko'ring, haliyam egoistman deb o'tiribdi. Axir egoistlik hammamizda bor-ku, lekin biz bo'ynimizga olmaymiz uni. Ayb sanaymiz. Demak, o'zimizni ham aldaymiz. Bu qishloqdagi militsiya xodimi esa, Akmalga havas qilsa arziydi. Shunday do'sti bor ekan. Bir-birini ammo lekin juda tushunishar ekan. Al-qissa bo'ri qoraning bu davradagi qiliqlaridan yoshlar o'zicha, yoshi ulug'lar o'zlaricha xulosalar chiqarishdi. Bo'ri qoraning o'zi ham. Ertasi choshgohlarda qizil moskvichini g'izillatib, tog'lar tomon yelib borarkan, o'z xulosalaridan chiqargan qaymoq yakuni topildiq tuyulib va uni yo'qotib qo'yadigandek, ko'nglidan uchib chiqib ketishi mumkindek yoqasini ham, yoqa ostidagi bo'yinbog'ini ham ushlab qo'yar va o'z-o'zidan entikar edi. Uning qalbidagi topildiq mana nimalardan iborat edi. Demak, qaraya, odamlarga to'g'ri gap yoqar ekan. Ha, buni bilardim. Buni bola ham biladi, ahmoq ham. Ammo bilish boshqa-yu, uni o'zingga ham bildirish boshqa shekilli. Demak, bundan keyin iloji boricha rost so'zlayman. Rost so'zlash naqadar jon xulosa, ammo rostakamiga ham yashash mumkin bo'larmikan? Rostakamiga hech kimni aldamasdan, birovga do'q bo'psa qilmay va birovlarni qo'rqitmay yashash. Endi sendan kim qo'rqadi, galvars? Bo'ldi. Qo'rquvning qilich xanjari forma edi, amal edi. Haqiqatdan ham egardalik vaqtingda qo'rqardi odamlar. Ko'pi hayqardi. Umuman senga hurmat ham shu yo'sinda paydo bo'lardi. Oqibat endi boshi ochiq xotin maqomidasan. Qanday yaxshi. Yalang'och odam suvdan qo'rqmaydi deganlaridek, nimani andisha qilasan-u, nimalar tufayli yolg'on so'zlab, qalbaki qiliqlar qilishing mumkin. Gap tamom, halol yashaysan. Bu hayot nechog'li sodda va jo'n, tushunarli, ammo uni nechog'lik murakkablashtiradi odamlar. Bizlar halol yashamoq, rost so'zlamoq qanday yaxshi. Shoshma, bunaqa ahvolda tiling bir quloch bo'lib ketmasmikan, Ketarov, lekin tiling hatto o'z iymoning oldida ham qisiq bo'lmaydi-da. Ozod qushsan, parvoz qilaver bo'ri qora, parvoz qilaver olg'a. U mana shunday go'zal kayfiyat va g'oyalar og'ushida ona bag'ridagi chaqaloq singari erkalanib va rohatlanib ketarkan, uning kayfi chog'ligi bilan mutlaqo ishi bo'lmagan ob-havo degani o'z vazifasini ijro etaroq, ertalab charaqlab turgan osmonni asta-sekinlik bilan pastdan ko'tarilgan afsonaviy chodir kabi tutib ola boshlagan bulutlardan tiz eta yomg'ir to'kila boshladi. Mashinaning oldoynasi bir pasda xira tortib qoldi va haydovchi allaqachon unutgani
cho'tkani ishlatishga qo'ygach va cho'tka hadeb nari beriga borib kela boshlagach, oyna yuvilib ravshan bo'la borishi barobarida oldindagi adirlarning qiyofasi ham namoyon bo'la boshladi. Ha, bo'ri qorani tabiatning bu o'yini daf'atan hushyor etib, orzu xayollar og'ushidan real borliqqa qaytargan. Binobarin endi uning fikrini mavjud va uchrashi mumkin bo'lgan tabiiy muammolar qiziqtira boshlagan ediki, ularning ilkinchisi bo'lib egnidagi timqora va bebaho kostyumni yomg'irda ivitmaslik tashvishi tushdi. Demak, yo'lakay plash sotib oladi. Yoki kostyumining ustidan shu ola choponini kiyib boravergani. Yo'q, plash xarid qilish lozim. Shoshma, qanaqa plash oladi endi? Umuman, brezent plash nimaligini ham biladi-yu, grajdancha yomg'ir po'shni kiyib ko'rmagan. Axir bu olamda umri bino bo'lib. Ana shunda muammolarning ikkinchisi bo'lib, Olchinboy bilan gaplashish, uni yo'lda yo'q topish tashvishi tushdi. Demak, plashni o'sha olifda xarid qilib beradi. Bu yoqda yomg'ir kuchaygandan kuchayar, tezlikni mavjud suratdan oshirish xavfli edi. Shuncha joyga borib kela-kela yurtga yetdim deganda, uchinchidan nima qilishi lozim? Chiborni ko'rishi. To'g'ri, uni boru yo'g'ini, boyligi-yu ermagini istiqboldagi quvonchlari-yu sho'x shodon yurishlarining ta'minotchisi bo'lmish tilsiz jonivorni unutgani yo'q-u, sog'indi-da. Qiziq. Surxon bo'ylarida ham chiborning gapi bo'lib turdi-ya. Alqissa bo'ri qora endilikda qilajak dolzarb yumushlar rejasida tuzilib bo'lgan kabi bir xotirjamlikni tuydi va bu hol darhol vujudiga yoyilib ancha bo'shashtirdi uni. Demak, xiyla tarang bir holatlarda kelayotgan ekan. Shuncha yo'l bosibdi, sezmagan kabi. Qancha mashinalarni yonidan o'tkazib yuboribdi. Ro'paradan kelganini ham, ortidan quvib o'tganini ham eslolmaydi. Siz adib Shukur Xolmirzayevning Ot yili qissasining 11-qismini tingladingiz. Badiiy rahbar Mavluda Raupova. Rejissyor Alisher Amirov. Ovoz operatori Gulnoza Odilova. Matnlarni Boir Xolmirzayev o'qidi.